Hürmetli vatandaşım tüvendeki leksiyemizge dikkat kırın, itibar verin bu leksiyege. Ben hazır sözleyme bu leksiyenin mavzusu mındak. İklim meseleleri doğrusudu söhbet. Prezident Trump Pakistan'ın ismini ağızga alsa, Jungo nemişka sekreydi. Mavzulu haber 8. ayının 24. günü Washington vakti saat 21'de Amerika avazdan Xitay til programımızda anlatıldı. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump haftaning birinchi kuni Afg'oniston yangi strategiyasi to'g'risida nutq so'zlaganda Afg'onistonning qo'shnisi Pakistanning ismini atab tanqid qilib, Pakistan Amerikaning dollar yordamini qabul qilish bilan birga Amerika zarba berib atgan zo'ravonlarga panohlik badi deb ko'rsatdi. İkinci günü Jungo Pakistanlı küçük sözler bilen akladı. Xalqaro jamiyat Pakistan tarafının zo'ravonlarga zarb berishda ko'rsatgan tirishchanligini to'liq muqimlashtirishi kerak dedi Jungo taraf. Jungo an'anaviy do'sti Pakistanga yarvilak bo'lib o'tadi. Buningdan ajablanadigan yeri yo'q. Biroq bu yil 6 ayda Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi Afg'oniston, Pokistonni ziyorat qilganda 3 taraf birlashma axborotga imzo qo'ydi. Afg'oniston bilan Pokistonni yarashtirish faol tirishchanlik ko'rsatdi. Afg'oniston bilan Pokistonni yarashtirishga faol tirishchanlik ko'rsatdi. Jungo nima uchun Pokiston bilan Afg'onistonga bu darajada ko'ngil bo'ladi? Retorik so'roq. Yani bir qatam takrorlayman vatandoshim. Jungo nima uchun Pokiston bilan Afg'onistonga bu darajada ko'ngil bo'ladi? Bu orqali Hindiston bilan qarshilashmoqchimi? Yoki Rais Xi Jinpingning bir yo'l bir belbog' siyosatini yo'lga qo'yishni umid qilamdi. Ve yoki ikki davlat Afg'oniston va Pokistonning kuchidan foydalanib Xinjiang masalasini hal qilamdi. Hurmatli vatandoshim, yana bir takrorlayman, retorik so'roqdan boshlab. Jungo nima uchun Pokiston bilan Afg'onistonga bu darajada ko'ngil bo'ladi? Bu orqali Hindiston bilan qarshilashmoqchimi? Yoki Rais Xi Jinpingning bir yo'l bir belbog' siyosatini yo'lga qo'yishni umid qilamdi. Va yoki ikki davlat Afg'oniston va Pokistonning kuchidan foydalanib Xinjiang masalasini hal qilamdi. Xinjiang masalasini hal qilamdi. Xinjiang meselesini hal qilamdi. Amerika Ovozi Radiosu'nun Xitoy til programmamizdagi munozara. Iqlim masalaları bo'yicha munozarada o'tirib qo'yilgan savol shu. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri 9 ayda Hindistonni ziyorat qildi. Osiyo ziyoratida yana bir qatam Jungoni tashlab o'tib ketdi. Yuqori xabarga qo'shimcha ikkinchi xabar. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri 9 ayda Hindistonni ziyorat qildi. Osiyo ziyoratida yana bir qatam Jungoni tashlab o'tib ketdi. Mavzuli xabar 8 ayning 24 kuni Dovi orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump hukumatining diqqat e'tibori Sharq-Shimol Osiyodan O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoga yo'tkalgan bir chaqda Hindistonning vaziri Modining hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari bilan diplomatiya va davlat mudofaa qatlamida aloqalashdi. Darajasini texnik kuchaytirdi. Hindiston matbuotlari 8 ayning 25 kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Hindistonning vaziri Modi hukumati
Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Mudofaa ministri va Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson qatorliq yuqori darajalik rahbarlarni 9-oyning oxirida ilgari keyin bo'lib, Hindistonni ziyorat qilishga taklif qildi. Alashar. Tunji bo'lib ikki qo'shilgan suhbat o'tkazmoqchi bo'ldi. İkinci qitim Osiyoga ziyoratga chiqadigan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis yana boshqa davlatlarni ziyorat qilamdi yo'q. Aqsaray bu to'g'rida bir xabar e'lon qilmadi. Hindistonning vaziri Modi bu yil 6-oyda Washingtonni ziyorat qilib, Prezident Trump bilan ko'rishib, davlat mudofaa va diplomatiya qatlamida ikki qo'shilgan ikki taraf suhbati o'tkazish funksiyasi qurish to'g'risida taklif bergan. 6-oyning 26-kuni Hindistonning vaziri Modi Washingtonni ziyorat qilganda yuqoridagi taklif bergan. 8-oyning 15-kuni Prezident Trump Modiga Hindistonning vaziri Modiga telegram yo'llab, davlat bayrami munosabati bilan telegram yo'llab, bu minister darajaliklar funksiyasining rasmiy qurilganligini e'lon qildi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministerligi, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi darajalik ministerligi, Hindistonning davlat mudofaa ministerligi, Hindistonning tashqi ishlar ministerligi. Mo'shu ikki qo'shilgan suhbat funksiyasining qurilganligini telegram orqali Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump apandi Hindistonning bayram kuni 8-oyning 15-kuni Hindistonning vaziri Modiga yetkazdi. Funksiyaning rasmiy qurilganligini e'lon qildi. Aqsaray bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Bu suhbat ikki davlatning strategik suhbatining darajasini yuqori ko'tardi. Endi okean va Osiyo Tinch okean rayonining muqimligini ilgari surdi deb ko'rsatdi.